Hozir bitta kino ko'rib qoldim. Ajoyib kino. Imm, o'shandagi muhit, o'shandagi holatlar o'zimni qaysidir ma'noda eslatdi-da, o'zimni ko'rganday bo'ldim va shundan kelib chiqib sizlarga bitta narsani aytmoqchimanki, insonlar o'zlarini erkin, qulay, xuddi bolalarcha his qiladigan muhitni judayam yoqtirishadi, sog'inishadi. Masalan, ota-onamizni oldida o'zimizni har doim 4 yoki 5 yashar bolalarcha qanday erkin, qulay his qilamiz, xuddi o'shanday. Menimcha, o'rganib qolish, muhabbat, sevgi tushunchalari ham o'sha sizni juftingizni oldida qanaqa his qilishingiz, o'zingizni qanday quvnoq, erkin, baxtli, hech qanday tashvishsiz, hech qanday nima deydi uni, o'ylovlarsiz, xavfsiz his qilishingiz, bu menimcha o'sha odamga nisbatan sevgi va muhabbat tuyg'ularini uyg'otadi. Men shunday deb o'yladim to'g'risi, lekin o'zimning ham ichki his tuyg'ularim xuddi ana shu narsani ifodaladi o'zim uchun. Sizlar nima fikrdasizlar?